Lekin ibodati ham bor edi, juda ko'p kitob ham o'qirdi. Har doim ogohlantirsak, qo'y gaplashma deb ogohlantirsak, gaplashmayman telefonda-ku, gaplashmayman, faqat podarkasini oldim deb o'zini oqlab yurardi. O'sha o'rtog'imiz bir kun avariya bo'lishiga sal qoldi. O'zi aytib beryapti. Avariya bo'lishimga sal qoldi. Mashina shunaqa ikkinchi mashinaga borib urilayotgan paytda tinimsiz kalima qaytargim keldi. Lekin kalima og'zimdan chiqmadi deyapti. Va o'sha qiz menga aytayapti, "Mohinur, ilm bo'lsa-yu, lekin uni amali bo'lmasa baribir qiyin ekan." Bizga ko'pchiligimiz hozir hamma kitob o'qiydi. Hamma hozir ilm o'rganadi. Lekin juda ko'pchiligimiz amal qilmaydiganlardanmizda. Va o'shandan men rostdan aytsam qo'rqib qolganman. Chunki Alloh xohlamasa, hatto biz